Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, xudo xolisa keyingi zakazlarimizdan o'rnatdik. Bu shagirtimiz Ozodbek. Ozodbek, eshik-romlarni tushuntirib ber klientlarga. Bu eshik-romlarimiz zamoylari magnitli bo'ladi. Zo'r, a? Mana qora aynalar qo'yiladi. Ham eng zo'r kvadrati 1.500.000 dan boshlanadi. Yo'q, 750 dan boshlanadi, 1.500.000 dan bo'ladi. Bular 1.500.000lar, a? Ha, yaxshi. Ishlari zo'r. Shagit olaveramizmi? Ha, olaveramiz. Sen qanchadan beri shagitsan? Menga 1 yil bo'lib qoldi, yaqinda 1 yil oladi. Xudo xolisa hamma sharoiti zo'r, a? Ha, zo'r. Shagit xudo xolisa, shagit tushaman deganlar bemalol bolalarini shagitga beraveradi. Agar 2 oy, 3 oy kanikulda o'rganadi, agar kanikuldan keyin yotishga hamma sharoiti bor. Hozir yotib ishlasa bo'laveradi bemalol. Shagit ham olamiz, xudo xolisa. Chiroyli qilib usta qilib beramiz. Xudo xolisa ishlarimiz chiroyli chiqdi. Buni o'zimizda Andijon buloqboshiga o'rnatdik. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor, xudo xolisa. Puliga keladigan bo'lsa, yaxshi puli kvadrati 1.500.000 dan. Kvadrat 750 dan boshlanadi. Bular Krashvenniy klassik eshiklar, shuning uchun jicha qimmatroq. Ya'ni xohlagan dizaynlarda qilamiz, xudo xolisa qilib beraveramiz. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiskaga bosib qo'yamiz. Ammo shogird olamiz, shogird bersanglar bolalarni usta qilib beramiz zo'r qilib.